Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalim obunachilari. Bugungi videoni zudlik bilan boshlamoqchiman. Chunki bu ma'lumot har biringiz uchun. Ayniqsa qishning sovuq kunlarida elektr energiyasi yoki isitish tizimi uzilishidan aziyat chekkanlar uchun o'ta muhim. Agar siz ham xonadoningizda chiroq o'chib qolishi, gaz bosimi pasayishi, suvning yetishmasligi yoki uyning muzlab qolishi kabi muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Bugun men sizga davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan, ko'pchilik bilmagan katta kompensatsiya olish imkoniyati haqida batafsil gapirib beraman. Bu haqiqiy imkoniyat bo'lib, millionlab so'mlik tovon puli olishga yordam berishi mumkin. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Sizning bu harakatingiz bu juda zarur ma'lumotning boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi va endi nima o'zgardi? Aziz tomoshabinlar, keling bir o'z orqaga qaytaylik. Yodingizda bo'lsa, avvallari elektr yoki gaz uzilishlari suv ta'minotidagi muammolar ko'pchilik tomonidan deyarli oddiy holat sifatida qabul qilinardi. Qish kunlari yorug'lik yo'qligi, isitish tizimining ishlamasligi odamlar uchun odatiy holga aylanib qolgandek edi. Ba'zan aholi hatto shikoyat qilishga ham jur'at etmasdi. Chunki bu deyarli befoyda deb hisoblanardi. Ko'pincha bu uzilishlar texnik nosozliklar, avariyalar, tarmoqlarning eskirganligi, transformatorlarning yetishmasligi yoki g'urlarning yaroqsiz holga kelganligi bilan izohlanar edi. Sizniki bir xonadon emas, hamma shunday ahvolda degan javobni eshitish odatiy hol edi. Qoida tariqasida hech qanday kompensatsiya mexanizmi mavjud emas edi. Yoki mavjud bo'lsa ham u juda murakkab va noaniq edi. Shuning uchun odamlar undan foydalanishga urinib ko'rishmagan. Ko'pchilikning fikricha, bunday holatlarda adolat izlash bekorga vaqt sarflash edi. Bu esa kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatsizligini oshirishga sabab bo'lardi. Chunki ularni javobgarlikka tortish mexanizmlari yetarli darajada ishlamasdi. Ammo shuni qat'iy aytishim mumkinki, endi vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga va ularga sifatli kommunal xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashga qaratilgan yangi samarali mexanizmlarni joriy etdi. Bugungi kunda agar sizning xonadoningizda elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi yoki markaziy isitish tizimi belgilangan normativ muddatdan ortiq uzilib qolsa, siz kompensatsiya olish huquqiga egasiz. Bu nafaqat qog'ozda yozilgan qoida, balki amalda ishlayotgan tizimdir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi tegishli qarorlari, xususan 2014-yil 25 iyuldagi 1/4 sonli qarori va boshqa me'yoriy hujjatlar, shuningdek hukumatimizning aholiga munosib turmush sharoitini yaratish bo'yicha olib borayotgan siyosat ushbu o'zgarishlarning asosini tashkil etadi. Bu yangiliklar fuqarolarga nafaqat huquqiy himoya beradi, balki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatini ham oshiradi. Ularni yanada sifatli xizmat ko'rsatishga undaydi. Endilikda har bir uzilish, har bir nosozlik monitoring qilinadi va belgilangan muddatdan oshsa, fuqarolarning zarari qoplanishi shart. Bu o'z navbatida butun tizimni takomillashtirishga xizmat qiladi. Birinchi asosiy qism. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu tegishli emas. Demak, do'stlar, bu yerda biz eng muhim qismga yetib keldik. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra kommunal xizmatlar ta'minotidagi uzilishlar uchun aniq normativ muddatlar belgilangan. Agar ushbu muddatlar oshib ketsa, iste'molchi kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ladi. Keling, har bir xizmat turi bo'yicha bu muddatlarni ko'rib chiqaylik va kompensatsiya mexanizmini tushunib olaylik. Elektr energiyasi odatda elektr energiyasi uzilishining ruxsat etilgan maksimal muddati bir kunda 4 soatdan oshmasligi kerak. Bu rejali ta'mirlash ishlariga ham tegishli bo'lib, bu haqda sizga oldindan xabar berilishi shart. Favqulodda uzilishlar, masalan avariyalar sodir bo'lganda ham elektr ta'minoti imkon qadar tez, lekin belgilangan normativ muddatlarni oshmagan holda tiklanishi kerak. Agar rejali uzilishlar haqida sizga 3-5 kun oldin ogohlantirilmagan bo'lsa, u ham favqulodda uzilish sifatida baholanadi. Isitish tizimi, markaziy isitish tizimining uzilish muddati mavsumda 24 soatdan oshmasligi kerak. Ayniqsa, qishning qahraton kunlarida tashqi havo harorati past bo'lganida bu muddatlarga qat'iy rioya qilinishi shart.
Agar uzilish 24 soatdan oshsa, siz kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Ichimlik suvi. İchimlik suvi ta'minotidagi uzilish muddati ham 24 soatdan oshmasligi kerak. Suv hayot manbai ekanligini hisobga olsak, bu muddatning har bir daqiqasi ahamiyatli. Gaz ta'minotidagi uzilishlar odatda tezda bartaraf etilishi shart. Belgilangan me'yorlarga ko'ra gaz ta'minoti uzilishlari ham maxsus holatlardan tashqari uzoq davom etmasligi kerak. Odatda favqulodda vaziyatlarda 24 soatdan ortiq uzilish normativ buzilish hisoblanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Bu ma'lumot birinchi navbatda belgilangan normativ muddatlardan ortiq davom etgan kommunal xizmatlar uzilishlardan aziyat chekkan barcha iste'molchilar uchun muhimdir. Bularga xususiy uy egalari, ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar, hatto ijara asosida yashayotgan fuqarolar ham kiradi. Agar siz kommunal xizmatlar uchun muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirayotgan bo'lsangiz va xizmat sifati pasayganini yoki umuman taqdim etilmaganini ko'rsangiz, sizning huquqlaringiz bor va siz bu huquqlarni himoya qilishingiz kerak. Xususan agar sizning xonadoningizda elektr, gaz, suv yoki isitish tizimi belgilangan muddatdan 1 soatgina bo'lsa ham ortiq uzilib qolsa, bu sizga kompensatsiya olish imkoniyatini beradi. Kimga bu tegishli emas? Ushbu kompensatsiya mexanizmi quyidagi holatlarda qo'llanilmaydi. 1. Agar uzilishlar normativ muddatlar doirasida bo'lsa, ya'ni agar elektr 4 soatdan kam, isitish 24 soatdan kam uzilgan bo'lsa, bu holatlar uchun kompensatsiya talab qilinmaydi. Agar uzilishlar tabiiy ofatlar, force majeure holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning buning oldini olishga hech qanday imkoniyati bo'lmagan bo'lsa. Biroq bu holatlarda ham tashkilotlar uzilishlarni imkon qadar tez bartaraf etishga majbur. Agar uzilishlarga sizning o'zingizning harakatlaringiz, masalan, to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmaslik, kommunal tarmoqlarga o'zboshimchalik bilan ulanish yoki ularga shikast yetkazish sabab bo'lgan bo'lsa. 4. Agar sizda muqobil energiya manbalari, masalan, generatorlar, quyosh panellari mavjud, siz uzilishdan amalda jabr ko'rmagan bo'lsangiz, kompensatsiya miqdori qanday hisoblanadi? Kompensatsiya miqdori odatda uzilib qolgan xizmatning kunlik yoki soatlik tarif qiymatidan kelib chiqib hisoblanadi. Lekin ortiqcha uzilish vaqti uchun tarifning ma'lum bir koeffitsiyenti, masalan, 3-5 barobar bilan ko'paytiriladi. Bu jarayonni aniqroq tushunishingiz uchun bir nechta real hayotiy misollarni keltiraman. Birinchi misol. Elektr energiyasi uzilishi Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yashovchi fuqaro Alisher aka. Uning xonadonida 2023 yil yanvar oyida qahraton sovuqlarda elektr energiyasi bir kunda 10 soat davomida uzilib qoldi. Oilasi bilan qorong'ida va sovuqda qolgan Alisher aka uchun bu juda og'ir kechdi. Normativ hujjatlarga ko'ra elektr energiyasi uzilishining ruxsat etilgan maksimal muddati kuniga 4 soatdan oshmasligi kerak. Demak, Alisher aka 6 soat, 10 soat, 4 soat o'rtacha uzilishning kompensatsiya olish huquqiga ega. Faraz qilaylik, uning oilasi darkishdan iborat va ular bir kunda o'rtacha 5 kWh elektr energiyasi iste'mol qiladi. 6 soatlik uzilish davomida ular taxminan 30 kWh elektr energiyasidan mahrum bo'lishgan. Kompensatsiya hisoblanayotganda bu miqdor uchun yoki uzilishning har bir soat uchun tarifdan kelib chiqib, yuqori koeffitsiyenti to'lov belgilanadi. Masalan, agar har bir ortiqcha uzilish soati uchun 10.000 so'm kompensatsiya belgilangan bo'lsa, Alisher aka 6 soat 10.000 so'm, 6.000 so'm kompensatsiya olishi mumkin. Bu bir kunlik uzilish uchun. Agar bir oyda 5 marta shunday uzilish bo'lsa, u jami 300.000 so'm kompensatsiya olishi mumkin. Bu shunchaki bir hisob-kitob. Ammo Alisher akaning uyidagi muzlatgichda saqlangan mahsulotlarning buzilishi yoki bolalarning dars qila olmasligi kabi noqulayliklarni qisman qoplashi mumkin. Ikkinchi misol. Isitish tizimi uzilishi qarshining yangi qurilgan mahallalardan birida yashovchi fuqaro Gulnora opa. Uning uyi markaziy isitish tizimiga ulangan. 2023 yil dekabr oyida havo harorati 10 darajaga tushgan edi. Isitish tizimi 3 kun 72 soat davomida ishlamadi. Oilasida kichik farzandlar borligi sababli Gulnora opa oilasi bilan uydagi sovuqdan juda aziyat chekdi. Hatto farzandlari shamollab qoldi. Normativlarga ko'ra isitish tizimining uzilish muddati 24 soatdan oshmasligi kerak. Demak, Gulnora opa 2 kun ham yoki soat ortiqcha uzilish uchun kompensatsiya olish huquqiga ega. Agar bir xonadon uchun isitish xizmati oylik to'lovi 300.000 so'm bo'lsa,
kunlik to'lov 3 kun 20 so'm. Agar uzilish 2 kundan ortiq bo'lsa, har bir ortiqcha kun uchun tarifning 3-5 barbari miqdorida kompensatsiya to'lanishi mumkin. Masalan, agar 5 barobar koeffitsient qo'llanilsa, 2 kunlik uzilish uchun 2 kun 20 so'm, kun 5 koeffitsient 100 so'm kompensatsiya olishi mumkin. Bu faqat bir uzilish uchun. Agar bir qish mavsumida bunday holat bir necha marta takrorlansa, umumiy summa sezilarli darajada oshishi mumkin. 3-misol, suv ta'minoti uzilishi Samarqand shahrining eski shaharcha qismida istiqomat qiluvchi fuqaro Javlon aka. Uning uyida ichimlik suvi 2024 yil fevral oyida 36 soat davomida berilmadi. Bu vaqt ichida uydagilar suv tashishga majbur bo'lishdi, gigiyena muammolari yuzaga keldi. İchimlik suvi ta'minotidagi uzilish muddati 24 soatdan oshmasligi kerak. Demak, Javlon aka 12 soat, 36 soat, 24 soat ortiqcha uzilish uchun kompensatsiya olish huquqiga ega. Agar suv ta'minoti uchun oylik to'lov 2000 so'm bo'lsa, kunlik to'lov 2000, 3000, 1667 so'm. 12 soat, yarim kun uchun esa taxminan 433 so'mga teng bo'ladi. Kompensatsiya hisoblanayotganda bu narxga 3-5 barobar koeffitsient qo'shiladi. Misol uchun 5 barobar koeffitsient bilan hisoblaganda 8 uchun 5065 so'm. Bu bir qarashda kichik summa bo'lishi mumkin. Ammo bu Javlon akaning suv tashish uchun sarflagan kuchi va noqulayliklari uchun bir turdagi qoplama hisoblanadi. Asosiysi, bu har bir holatda to'lanishi kerak bo'lgan summadir va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning mas'uliyatini oshiradi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya olish imkoniyati mavjud va bu imkoniyatdan foydalanish har bir fuqaroning huquqidir. Asosiysi, o'z huquqlarini bilish va ularni talab qilishdan cho'chimaslikdir. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar. Yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar endi esa diqqat qiling aziz do'stlar. Har qanday qoida va mexanizmda bo'lgani kabi, kompensatsiya olish jarayonida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan noaniq jihatlar mavjud. Bularni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashda yordam beradi. Qoidalardan istisnolar: tabiiy ofatlar, force majeure holatlar, agar kommunal xizmatlarning uzilishi, kuchli qor yog'ishi, sel suv toshqinlari, zilzilalar yoki boshqa favqulodda tabiiy hodisalar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va bu hodisalar infratuzilmaga sezilarli zarar yetkazib, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarining nazoratidan tashqarida bo'lsa, kompensatsiya talab qilinmasligi mumkin. Biroq bu yerda ham muhim bir jihat bor. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bunday holatlarda ham uzilishlarni imkon qadar qisqa muddatda bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'rganliklarini isbotlash kerak. Agar tiklash ishlari asossiz ravishda kechiktirilsa, fuqarolar baribir kompensatsiya talab qilishlari mumkin. Rejali ta'mirlash ishlari, agar kommunal xizmatlarning uzilishi rejali ta'mirlash, modernizatsiya yoki profilaktika ishlari bilan bog'liq bo'lsa va bu haqda aholiga kamida 4-5 kun oldin tegishli tartibda e'lonlar taxtasi, SMS xabarlar rasmiy saytlar orqali xabar berilgan bo'lsa, hamda ishlar e'lon qilingan muddatda yakunlangan bo'lsa, bu holatda kompensatsiya berilmaydi. Shuning uchun e'lonlarni diqqat bilan kuzatib borish juda muhim. Bu iste'molchining aybi. Agar uzilishga iste'molchining o'zi sabab bo'lgan bo'lsa, masalan, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaganligi, shaxsiy infratuzilmani shikastlantirganligi, o'zboshimchalik bilan tarmoqlarga ulanganligi yoki hisoblagichlarga aralashganligi aniqlansa, kompensatsiya talab qilinmaydi. 4. Hayot yoki xavfsizlikka tahdid soluvchi favqulodda vaziyatlar, masalan, gaz sizib chiqishi aniqlanganda, aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida gaz ta'minotini zudlik bilan to'xtatish zarur bo'ladi. Bunday holatlarda uzilish muddati vaqtinchalik bo'lib, kompensatsiya talab qilinmaydi. Chunki bu holatda aholi hayot xavfsizligi ustuvor hisoblanadi. Yashirin tuzoqlar va muammolar hujjatlarning yo'qligi, ko'pchilik kommunal xizmatlar uzilishlarni qayd etishga ahamiyat bermaydi. Bu esa keyinchalik kompensatsiya talab qilishda asosiy to'siqlardan biriga aylanadi. Guvohliklar, fotosuratlar, video yozuvlar, ariza ro'yxatga olinganlik raqamlari kabi dalillarning yo'qligi sizning da'volaringizni zaiflashtiradi. 2. Byurokratiya va kechikishlar. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ba'zan iste'molchilarning arizalarini ko'rib chiqishni asossiz ravishda kechiktirishi,
ularni bir bo'limdan ikkinchisiga yo'naltirishi yoki har xil bahonalar bilan rad etishi mumkin. Bu holda qat'iyatli bo'lish va o'z haqqingizni talab qilishdan charchamaslik muhimdir. 30. Huquqlarni bilmaslik. Ko'pgina fuqarolar o'zlarining kompensatsiya olish huquqlaridan bexabar. Bu esa kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga o'z mas'uliyatidan bo'yin tovlash imkoniyatini beradi. 4. Kompensatsiya miqdorining kichikligi. Ba'zilar kompensatsiya miqdori kichik bo'lganligi sababli uning uchun kurashga arzimaydi deb o'ylashadi. Ammo bu nafaqat moddiy qoplama, balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishga majburlovchi vositadir. Ayniqsa, bunday uzilishlar muntazam takrorlansa, umumiy summa ancha sezilarli bo'lishi mumkin. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar. 1. Bilvosita zararlar. Kommunal uzilishlar tufayli yuzaga kelgan bilvosita zararlar, masalan, muzlatgichdagi oziq-ovqatlarning buzilishi, uyda ishlash imkoniyatining yo'qolishi sababli ish haqi yo'qotishlari yoki maishiy texnikaning shikastlanishi kabi holatlar odatda standart kompensatsiya doirasiga kirmaydi. Bunday zararlarni qoplash uchun alohida sud tartibida da'vo qilish talab etilishi mumkin va bu yanada murakkabroq jarayondir. Biz hozir gapirayotgan kompensatsiya asosan to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatilmaganligi uchun amalga oshiriladi. 2. Jamoaviy murojaatlar. Agar bir uy, ko'cha yoki mahalla miqyosidan bir nechta iste'molchi uzilishdan jabr ko'rgan bo'lsa, yakkalik arizadan ko'ra jamoaviy murojaat samaraliroq bo'lishi mumkin. Birgalikda harakat qilish, vakil tayinlash va jamoaviy dalillar to'plash xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga ko'proq bosim o'tkazishi mumkin. 3. Da'vo qilish muddatlari. Kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya talab qilish uchun belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Masalan, uzilishdan keyin 3-6 oy ichida. Bu muddatlarni o'tkazib yuborish sizni kompensatsiya olish huquqidan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun uzilish sodir bo'lgan zahot harakat qilish juda muhimdir. 4. Arizani ro'yxatga olishdan bosh tortish. Ba'zan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar iste'molchilarning shikoyat arizalarini ro'yxatga olishdan bosh tortishi yoki ularga ro'yxatga olish raqamini bermasligi mumkin. Bunday holatlarda arizani 2 nusxada topshirib, bir nusxasiga tashkilotning kiruvchi hujjatlar shtampini va mas'ul shaxsning imzosi va sanasini qo'ydirib olishingiz shart. Agar bu ham imkonsiz bo'lsa, arizani pochta orqali buyurtma xat tarzida qabul qilinganligi haqida xabarnoma bilan yuborish eng ishonchli yo'ldir. 5. Uzilishning haqiqiy davomiyligini isbotlash. Elektr energiyasi yoki gaz uzilishini faqatgina yo'q edi deb aytish yetarli emas. Qachon boshlanganini, qancha davom etganini isbotlaydigan dalillar talab qilinadi. Ba'zi zamonaviy hisoblagichlar uzilishlarni qayd etish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Qo'shimcha ravishda qo'shnilarning yozma guvohliklari yoki avtomatik ravishda vaqt belgisini qo'yuvchi video yozuvlar muhim dalil bo'lishi mumkin. Ushbu nuanslarni bilish sizga jarayon davomida duch kelishingiz mumkin bo'lgan to'siqlarni yengishda va o'z huquqlaringizni muvaffaqiyatli himoya qilishda yordam beradi. Amaliy maslahat. Iste'molchi nima qilishi kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, endi eng amaliy qismiga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'z huquqingizni himoya qilish uchun aniq va ketma-ket harakat qilishingiz kerak. Mana siz uchun qadam-qadam yo'riqnoma. 1. Uzilishni darhol qayd etish. A. Aloqaga chiqing kommunal xizmat uzilishi sodir bo'lgan zahoti elektr tarmog'i, gaz, suv, issiqlik ta'minoti tegishli avariya dispetcherlik xizmatiga darhol qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlari odatda kommunal to'lov kvitansiyalarida ko'rsatiladi. Bu ma'lumotlarni yozib oling. Qo'ng'iroq paytida operatorning ismi yoki ID raqamini, murojaatingizning ro'yxatga olish raqamini agar berilsa. Murojaat qilgan sana va vaqtni aniq yozib oling. Agar telefoningizda qo'ng'iroqlarni yozib olish call recorder funksiyasi bo'lsa, undan foydalanganingiz ma'qul. Bu keyinchalik muhim dalil bo'lishi mumkin. Dalillar to'plang. Uzilish vaqtida xonadoningizning qorong'u holatini, elektr uzilishida, uy ichidagi termometrning past haroratini, isitish tizimi uzilishida yoki kranlardan suv kelmayotganini, suv uzilishida aks ettiruvchi fotosuratlar va videolar oling. Muhimi, bu suratlarda sana va vaqt belgilari Nexpros mavjud bo'lsin. Ba'zi mobil ilovalar fotosuratlarga avtomatik ravishda sana va vaqtni qo'shadi. Qo'shnilardan tasdiq oling. Agar qo'shnilaringiz ham xuddi shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsa, ularning guvohligini oling, ularning ism sharifini, telefon raqamini yozib oling. Keyinchalik ulardan yozma guvohlik olishingiz mumkin. 2. Rasmiy shikoyat arizasini taqdim etish. A.
arizani yozing. Xizmatlar tiklangandan so'ng imkon qadar tezroq. Lekin belgilangan muddat odatda 30 kun ichida tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot rahbari nomiga rasmiy shikoyat arizasi yozing. Arizada nimalar bo'lishi kerak? Sizning to'liq ism-sharifingiz, manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz, xizmat turi, elektr, gaz, suv isitish, uzilishning aniq sanasi, boshlanish va tugash vaqti, umumiy davomiyligi, uzilish normativ muddatdan qancha vaqtga oshib ketganligi, kompensatsiya hisoblashni va keyingi to'lovlar uchun qayta hisob-kitob qilishni so'rab murojaat. Yuqorida qayd etilgan dalillarga qo'ng'iroqning ro'yxatga olish raqami, fotosuratlar, video yozuvlar havolalar. Dalillarni ilova qiling. Arizaga avariya dispetcherlik xizmatiga qilgan qo'ng'irog'ingizning ro'yxatga olish raqami, fotosuratlar va videolarning nusxalarini ilova qiling. Taqdim etish usuli: arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning davomxonasiga yoki mas'ul shaxsga topshirib, ikkinchi nusxasiga hujjatlar shtampini, sana va mas'ul shaxsning imzosini qo'ydirib oling. Bu sizda arizaning qabul qilinganligi haqida rasmiy dalil bo'ladi. Agar shaxsan topshirish imkoni bo'lmasa, arizani pochta orqali buyurtma xat tarzida qabul qilinganligi haqida xabarnoma bilan yuboring. Bu pochta kvitansiyasi ham muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. 3. Holatni kuzatish va shikoyatni yuqori organlarga yo'naltirish. Javobni kuting. Arizangiz topshirilganidan keyin tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tomonidan belgilangan muddat, odatda 15-30 ish kuni ichida javob berilishi kerak. Yuqori organlarga murojaat. Agar sizga muddatda javob berilmasa yoki berilgan javob sizni qoniqtirmasa, masalan, rad javobi asossiz bo'lsa, siz shikoyatingizni yuqori turuvchi organlarga yo'naltirish huquqiga egasiz. Mahalliy hokimiyat organlari, tuman yoki shahar hokimligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari, O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi yoki davlat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, Energetika vazirligi, elektr va gaz masalasida, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, suv va isitish masalasida, prokuratura organlari, prokuratura fuqarolarning huquqlari buzilishi holatlarini nazorat qiladi. Eng oxirgi chora sifatida siz sudga murojaat qilishingiz mumkin. Sudda sizning dalillaringiz asosida ish ko'rib chiqiladi. Sudga murojaat qilishdan avval advokat bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Tartibda yig'iladigan hujjatlar, har bir bosqichda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq: pasport nusxasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari yoki ijara shartnomasi nusxasi, kommunal xizmatlar ko'rsatish shartnomasi nusxasi, so'nggi bir necha oylik kommunal to'lovlar kvitansiyalari, avvalgi shikoyat arizalaringiz nusxalari va ularga berilgan rasmiy javoblar, uzilishni tasdiqlovchi barcha dalillar, fotosuratlar, video yozuvlar, qo'ng'iroq ro'yxatga olish raqamlari, qo'shnilarning guvohliklari. Ushbu qadamlarga diqqat bilan amal qilsangiz, siz o'z huquqlaringizni himoya qilishda ancha yuqori imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Unutmang, har bir bosqichda barcha hujjatlar va ma'lumotlarni tartibli saqlashingiz kerak. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugungi videoda men sizga kommunal xizmatlar ta'minotidagi uzilishlar uchun davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan kompensatsiya olish imkoniyatlari haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esda tutingki, sizning huquqlaringiz bor va kommunal xizmatlarning sifatsiz ko'rsatilganligi yoki umuman ko'rsatilmaganligi uchun kompensatsiya olish imkoniyati haqiqatdir. Bu faqat qog'ozdagi qoida emas, balki amalda qo'llanilishi mumkin bo'lgan. Fuqarolar manfaati uchun yaratilgan samarali mexanizmdir. Qachonki siz o'z huquqlaringizni bilsangiz va ularni talab qilishdan cho'chimaysiz, shunda adolat qaror topadi. Bu nafaqat sizning moddiy zararingizni qoplash, balki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishga, sifatli xizmat ko'rsatishga majburlash va butun tizimni yaxshilashga undash uchun ham juda muhimdir. Agar biz har birimiz o'z huquqlarimizni himoya qilsak, umumiy xizmat sifatini oshirishga katta hissa qo'shamiz. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Siz kompensatsiya olishga harakat qilganmisiz? Tajribangizni baham ko'ring, bu boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang.
bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga tarqatishga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va huquqlaringizni biling.